E ko'p, E ko'p. E ko'p degani eng katta umumiy bo'luvchisi degani. E ko'p degani eng kichik umumiy karraliz. Endi nima uchun bundayligini hozir tushuntiraman. Hop, birinchi E ko'pga to'xtalamiz. E ko'p misol uchun son berilgan. 12 bilan 18. 12 ni bo'luvchilari bilan 18 bo'luvchilari kerak bizga. 12 necha bo'linadi? Birinchi 2. birchi Bir bir bor. 2 yana 3. 3 4. 4 6. 6 12 18 1 2 3 6 9 18. Tushunarli? Mana sonli bo'l. Mana shular ichidan umumiy bo'linayotganlar kerak bizga. Umumiy 12 ga 1 bo'linyaptimi ikkalasiga 12 bilan 18 ga 1 bor ekan umumiysi. Yana necha bor? 2 yana 3 6chi? 6. 6. Shularni ichida eng kattasini so'rayapti. Eng kattasi ha? 6. 6. Mana shu narsa E ko'p deyiladi ekan. E ko'pi 6 ekan. 12 bilan 18 ni ichiga umumiy bo'linayotganlarning eng kattasi nima ekan? 6. 6. Mana shu narsa E ko'p ekan. Bu birinchi usul. Bu birinchi usul. Hop. Ana endi ikkinchi usulga to'xtaymiz. Ikkinchi usul. Bu asosiy mohiyati nimaligini bildirib beradi. E ko'p nimaligini. Ikkinchi usul endi formula bilan ishlanadigan yo'l. Hop. 12 bilan 18 ni biz tub ko'paytirish ajratishni o'rgandik, to'g'rimi? Tub ko'paytirish ajratamiz. 12 ni birinchi necha bo'laman? Tub ko'paytirish ajratish uchun 2 ga bo'laman. 2 ga bo'lsam 6. 2 ga bo'lsam 3. 3 1. 12 ni necha bo'laman? 2 ga 9. 3 ga bo'laman. 3 1. Xo'p. Ana endi qarang. 12 degani 2 dan nechta bor? 2. 2 dan 2 ta bor. 3 danchi? Bitta. 18 degani 2 dan nechta bor? 1. 3 dan 2. 2 ta bor. Xo'p, E ko'p topishga 12 bilan 18 deb yozaman. Hammasiga borini darajasi kichkinasi olinadi. Qoida. Hammasiga bor darajasi kichkinasi. 2 dan 2 ta bor ekan, 2 dan 1 ta bor ekan. Hammasiga bor darajasi kichigi necha ekan? 2 dan 2 tami, 2 dan 1 tami? 2 dan 2 ta. Darajasiga qarang. 2 ta kattami, 1 ta kattami? 2 kattami, 1 kattami? 2 kattami? Darajasi kichigi bittasimi, ikkitasimi? Qanday darajasi? Daraja 2 ikkinchisimi? Ha. Qarang, 2 ning ikkinchisi mana bunday yozib ketaman. 2 ning ikkinchisi degani nima degani edi? 2 ning ikkinchisi 2 ning kubi. Yo'q, 2 ko'paygan 2 degani. Mana qarang, 2 dan 2 ta bor deb olyapmiz-ku. 2 dan 2 ta, 2 ga 2 nechi deb so'rayapti? 4. 2 ning uchinchisi kelayotgan bo'lsa, 2 ko'paygan 2 degani 2 ga 2. 4 ga 2. 8. Misol uchun 3 ning 4-inchisi berilgan bo'lsa, 3 ko'paygan 3 ko'paygan 3 ko'paygan 3 4 3. 3 ga 3. 9. 9 ga 3. 12. 9 ga 3. 27. 27 ni 3 ko'paytirsangiz 81 chiqadi. Tushunarlimi daraja nimaligi? 2 ning ikkinchisi kattami, 2 ning birinchisi kattami deb so'rayapti. 2 ning ikkinchisi kattami? Darajasi kichigini olishimiz kerak. Darajasi kichigi qaysi biri? 2 ning birinchisi. 2 ning birinchisi. 3 da ikkinchisi bor ekan, 3 da birinchisi bor ekan. Darajasi kichigi qaysi biri?
3'te birincisi. 3'te birincisi. 2'nin birincisi 2, 3'te birincisi 3. 3 kere 2 neç? 6. Mana 6 chiqdi, mana yana 6. Tushunarli? Bu ikkinchi usul. Mana men uchinchi usulni ko'rsataman. 12 bilan 18 dan endi umumiy tub ko'paytirish ajratish kerak. Ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'lsa mana bu 6, buni 2 ga bo'lsam 9. Ikkalasi ham umumiy bo'linayotgan 3. Qarang, mana bu 2 ga bo'linayotgan deb 2 ga bo'lib olib ketilmas kerak. 6 ga ham 9 ga ham bo'linayotgan tub sonni topish kerak. 2 ham 3 ga bo'lindi. 2 ga bo'lindim, 2 3 ga bo'lindim, 2 bo'lindim, 3 ga bo'lindim, 3 bo'ldi. Ikkalasi ham birinchi songa bo'linadi. 2 bilan 3 bo'l. Mana bu ikkalasini ko'paytmasi 2 bo'ladi. 2 ga 3 ni ko'paytirsak nech? 6. Mana shu narsa 2 ko'p ekanmi? Hozir qarang, tepadagi qiymatni 1, 2, 3, 6 ni ko'paytirib 6 qolganmiz-ku. Mana shu 6 ni ishlash uslubilar, tushunchami? Ha, yo'qman qarang. 12 bilan 18 ni i ko'pini topish mana birinchi usul, ikkinchi usul, uchinchi usul. Qaysi biriga tushunsangiz, o'sha usul ishlay olasiz. Tushunarlimi? Mana shunday usullari bor. Xo'p, asosiy mohiyat nimaligini tushungan bo'lsangiz, ikki mana shu narsa. Hozir o'zida misol ishlab ko'rasiz. Ikki tushuntiraman. Ikki degani nima degani? Eng kichikroq sonni yozaylik. 4 bilan 6. 4 bilan 6 ga bir vaqtda bo'linadigan son kerak bizga. Shunday son bo'lish kerak. 4 ga ham bo'la olay, 6 ga ham bo'la olsin. Bo'lsam bo'lsin. Nechi bor? 2 bor, 3 bor. Yo'q, bu ikkalasiga bo'linsa emas, bu ikkalasini bo'lsa bo'lsin. Mamnun. Qarang, bitta son aytaman. 12 ni 4 ga ham bo'lsam bo'ladi, 6 ga ham bo'lsam bo'ladi, to'g'rimi? Mana shunday sonlar kerak. 12 dan keyingisi nechi? 12 dan keyingisi 24 bo'ladi. 24 ni 6 ga ham 4 ga ham bo'lsam bo'ladi. Keyingisi 36. 36 bo'ladi, to'g'ri. 4 ga ham, 6 ga ham, 2 ga ham. 48 ham bo'ladi. Mana shunday. Endi mana shularni eng kichigini so'rayapti. 12, 24, 36, 48 va hokazo davom etib ketaveradi bu narsa. Shular ichida eng kichigi umumiysi qaysi biri deyapti? Eng kichik umumiy bo'linayotgan, umumiy karralistiga mana shu narsa degan. Eng kichik umumiysi qaysi biri ekan? 3 bilan 2 da 2 bilan 3. Yo'q, 4 bilan 6 ga bo'linayotgan eng kichik son qaysi biri ekan? 12 da 10. 12. Mana shu birinchisi. Birinchisi. Bu ekuk deyiladi. Ekuk 4 bilan 6 niki necha ekan? 12. Ana endi formula bilan ko'ramiz. 4 va 6 ni tub ko'paytiruvchi ajratishimiz kerak. 2 ga bo'laman 2, 2 ga bo'laman 1. To'g'rimi? 2 ga bo'laman 3, 3 ga bo'laman 1. Tushunarli? 4 dan nechta bor? 4 2 ga. 2 ta bor-ku. 2 ta. 6 degani 2 dan nechta, 3 dan nechta? 2 dan bitta, 3 dan bitta. Tushunarli? Ekuk hammasi borini darajasi kichkina sonni, darajasi katta sonni. Endi ekuk bo'layotgan ekukga teskari jarayon bo'lyapti. Hammasi borini darajasi kattasini olib, kichkinasini olib ekukga, endi hammasi borini darajasi kattasini va yo'g'ini ham olaman. Xo'p, hammasi bor 2 bormi ikkalasiga? 2 ni olaman. Yo'q, bunga 3, yo'q, bunga 3 bor, lekin shuni ham olaveraman. 3 kere 2 va mana qadashlikda 2 da 2 ta bor edi. 2 da 2 ta. Hammasi bor darajasi kattasini olaman dedim. 2 dan bitta, 2 da 2 ta qaysi birini olaman? Tepadagi emas. 2 dan 2 tani olaman. 2 ni ikkinchisi nechiga teng edi? 4 ga. 4 ga 3 ni ko'paytiraman. 4 kere 3 12. 12. Ha,
Tushunarlimi? Mana 12, mana 12. Hop, bu ikkinchi usul edi. Mana raqamni 2 deyapman. Uchinchi usul. Uchinchi usul 4 va 6ni umumiy qilib ko'paytiruvchi ajratishim kerak. 2 ga bo'laman. 2 buni bo'laman. 3 bo'lmaydi. Mana buni ko'paytirganimiz 2 bo'ladi. 4 ga 3 nechi? 12. 2 ga 6chi? 12. Mana shu narsa 2. Soddaroq qilib ishlaymiz desangiz. Xo'p, ana endi qarang. Yana bir ikkita misol ko'ramiz. Endi kattaroq kitobdan ko'raylik. Kattaroq sondan ko'ramiz degan bo'lsak. 200 bilan 360 bor ekan, shuni ko'ramiz. 2 kubni ham 2 kubni ham ko'ramiz. 200 va 360. Mana shuni 2 kubini topamiz. 2 kubini, 2 kubini. Birinchi 2 kubini topib ko'rsaman. Ikkalasini tub ko'paytirishni ajratishim kerak edi. 2 ga bo'laman 100, 2 ga bo'laman 50, 2 ga bo'laman 25, 5 ga bo'linadi, 3 ga bo'linmaydi. 5, 5, 1. 2 ga bo'laman, buni bo'ldim. 180, 2 ga bo'laman 90, 2 ga bo'laman 45, 3 ga bo'laman 15, yana 3 ga bo'laman 5, 5, 1. Tushunarli? 200 degani 2 dan nechta bor? 2 dan 2 dan 3ta. 5 dan 2 dan. 360 degani 2 dan nechta bor? 3ta. 3 dan 2ta. 5 dan 1ta. Xo'p, i kub topishim kerak edi. I kubga hammasiga borini darajasi kichkinasini olaman dedim. To'g'rimi? Mana deb yozing. 200 va 360 ga i kub topamiz. Hammasiga borini darajasi kichkinasi. Endi qarang. Mana bu yoqqa 2 dan ikkalasiga ham 2 dan 3 ekan-ku. 2 dan 3 dan olamiz. Bir xil bo'lgani uchun. 5 dan 2 ta, 5 dan 1 ta ekan. Qaysi olamiz? Shuni bitta bo'lsa buni? Yo'q. Ikkitami? Ikkalasiga borini darajasi kichkinasi. Qarang. 200 ga 5 dan 2 ta bor ekan, 300 ga 5 dan 1 ta bor ekan. Qaysi birini olamiz? Bittani olamiz. Bittani olamiz. 5 dan 1 ta. Mana bu qarang, 3 tepaga 3 yo'q, pastga 3 bor-ku, olmayman 2 kubga. Bo'l, mana shu narsa 2 kub. 2 ning 3-si 8 ko'paygan 5. 2 ning 3-si 8 mana ko'rdik-ku. 8 kira 5 40. 2 kubi 40 ekan bular. Xo'p, 2 kubni ko'ramiz endi. 2 kubni men topib ko'rsatdim-ku. Hammasiga borini darajasi kattasini olishimiz kerak. Xo'p, hammasiga borini darajasi kattasi 2 dan 3 da 2 dan 3 ta bo'lgani uchun 2 dan 3 dan olaman. 5 dan 2 da 5 dan 1 ta bo'lgani uchun 5 dan nechdan olaman? 2 dan olaman. Bo'lmasa ham olaman. Bunga 3 bor, bunga 3 bor. Bunga 3 yo'q, bunga 3 bor. 3 yo'q bo'lsa ham olaman 3 kvadrat. Tushunarli? Mana shu narsa 2 kub. Endi buni ko'paytiramiz. Ko'paytir. 2 ni 3 ga emas. 2 ning 3-si 8, 25, 9 hammasi ko'paytirish kerak. Kattaroq son chiqayin, ko'paytirmadim. Ana endi qarang. Mana shuni i kubni oson usuli bilan ishlaymiz endi. Mana osonroq. 200 bilan 360 ni umumiy qilib qo'yib ajratish kerak edi. 2 ga bo'laman 100, 180, 2 ga bo'laman 50, 90, 2 ga bo'laman 25, 45. Ikkalasi ham endi 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'laman 5, 9. Bo'lgan boshqa birinchi songa bo'linmay ikkalasi. Mana bu ko'paytma 2 kub. 2 ga 2. 4 ga 2. 8 ga 5. 40. 2 kub. Mana 40 chiqdi, mana 40 chiqdi. 2 kub bo'layotgan bo'lsa, mana 200 ni 9 ga ko'paytirib qo'ysangiz javob chiqadi. 209 ga ko'paytirsangiz 1800. Mana bu javob ham 1800 chiqadigani sanashdi. Xo'p, i kub mana qarang. Ana i kubning farqli olishni biz tushuntirib ketay. I kub buni topdik, demakda har doim eng katta umumiy bo'luvchisini topdik. Eng katta umumiy bo'luvchisini topsak,
i mana eng birinchisi olingan k u b. Hammasi bosh harf olingan. Shu bosh harfni mana bu yerga yig'ib chiqishimiz kerak-da. Eng katta bo'luvchini topdi deganda i kub topishim kerak edi, i kub topishim kerak edi deb o'ylab qolmaysizda. Shuni i k u b. Bu i kub topishim kerak. I kubga xuddi shunday e k u k. Bu i kub topishim kerak. Mana shu. Endi i kub bilan i kubni qanday farqlab olaman? I kub topguncha darajasi kattasini olaydimmi, kichinasini olaydimmi? I kub topguncha darajasi kattasini olaydimmi, kichinasini olaydimmi deb o'ylab qolasiz. O'sha narsani o'ylab qolishni eng oson yo'li, qolmaslik oson yo'li anaqa qilish kerak. I kubni musor deb, i kubni pul deb tasavvur qilish kerak. Bizga ustozimiz shu o'rgatganda, i kub musor, i kub pul. Endi qanday farqlaymiz qarang. I kub demak, tushuntirdim. Mana shu bitta misol bo'yicha ko'rib ketamiz. I kub degani musor degani. Endi mana qarang. Sizga kimdir aytdi, yosh kattaroq odam aytdi. Nizom mana shu pullarni, mana shu musorga olib ket dedi. Musorga olib ket desa, endi qarang. Musor ko'p joydan borib, ko'p musorga olib ketasizmi yo kam musorga olib ketasizmi? Kam musorga olasiz, to'g'rimi? O'shani mana kamini olishim kerak ekan, ikkalasiga borib kamini olishim kerak ekan deb tasavvur qilasiz. Pul bo'layotgan bo'lsa, mana bu yoqqa pul ko'p pala turibdi, pastga pul kamroq turibdi. Ko'p pala pul olasizmi, kamroq pul olasizmi? Darajasi kattasini bo'lish kerak. Ko'p pul olasiz, to'g'rimi? Shu katta ko'p mana shunday ko'riladi. I kub darajasi kattasi, i kub nima demak? I kubga darajasi Kattasi. hammasiga borin darajasi kichinasini olinadi i kubga. I kubga hammasiga borin darajasini kattasini i bo'lmasa ham olinadi. Tushunarlimi?